Mana bizda suvni kelish hodi mana nasosga olinyapti. Mana bu kran orqali asosiy sxema bo'yicha uylar ichiga ketyapti hamda bochkaga haydayapti. Mana bochka tepada. Mana bu bochkada keyin bochkani to'ldirgandan keyin yana bitta обратный klapan bor. Kranlik bor. O'shandan bekib ochib boshqariladi. Mana qaytib kelib mana bu yerda mana yana qaytib so'ruvchi vazifasini bajaryapti. Mana bu bunda ochib qo'yiladi. Ochgandan keyin o'z-o'zi suv so'rib yana asosiy sistemaga haydaydi. Haydagan paytda bochkani ham to'ldiraveradi. Klapan bekitadi. Poplok bekitgan paytda o'z-o'zidan suv tepaga haydamaydi. Boshqa liniyaga mana bu orqali tushib ketadi. Mana bu yerda yana bitta kranni qo'yib ketdik. Mana bu hamma kranlik bekitilgandan keyin kran nasos o'chgan paytda hamda svet o'chgan paytda mana bu kranni ochib qo'yilsa, suv bochkadan yana tushib mana asosiy foydalanadigan maqsadga mana yerga kirib ketyapti. O'sha yerdan xohlagan tochkaga sovuq suv chiqib turaveradi. Bizning ishimiz mana shu bo'ldi.